Hello do'stlar, sizlar bilan birgalikda Manchester do'stlar, xo'sh do'stlar, bugungi videoda sizlar bilan birgalikda biza Dream League Soccer o'yinini 2026-yilgisini o'ynab ko'ramiz. Bu versiyasi do'stlar yaqinda chiqdi. O'zingizlar ko'rgan bo'lsanglar kerak, qiziquvchilar. O'shani bugun o'ynab ko'ramiz do'stlar. Mana sostavim bilan tanishib olishinglar mumkin. Shu sostavda o'ynab ko'ramiz do'stlar. 2 o'yin o'ynaymiz, ko'ramiz do'stlar, yaxshimi yomonmi baho beramiz do'stlar. Bu sostavni 2025 chiqqanman. Shunaqa gaplar bo'ldi. Sekin do'stlar o'yinimizga ham o'tsak bo'ladi menimcha. Sekin o'ynaymiz vallahi, o'zingizlar ko'rasizlar mana shunaqa narsalar. Shunaqa narsalar qo'shilgan do'stlar. Hali menimcha yana yangiliklar bo'ladi. O'zingizlar ko'rib borasizlar. Hali biza endi boshladi. To'g'risini aytaman do'stlar, Dream League Soccer 2026 o'yini juda qiyin ekan. Ya'ni raqib jamoani yutish juda ham qiyin qilib qo'yibdi do'stlar. O'zingizlar ko'rasizlar video davomida. Xo'p, shu sostav o'zgarishi va transferlar va biz o'yinga ketdik. Sekin boshlaymiz vallahi. Sekin o'yinimiz boshlanyapti bolalar. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz hozir Everton bilan o'ynayotganmiz va sekin o'zingizlar ham ko'rishingiz mumkin. Rasmlar hammasi va o'yinda ham ichkarilar hammasi o'zgargan. Va do'stlar sekin Haalandga pas berdi va Haaland sekin qochib ketishga urindi va qochib ketdi ham va pas berdi va zarba gol do'stlar. Salah hisobni ochyapti. Salahda gol. Biz davom etamiz do'stlar. Sizlarga yana ma'lumotlarni aytib o'taman. Dream League Soccer 2026 o'yinida arabcha sharh va turkcha sharhlar qo'shilgan, bemalol o'tkazib o'ynashinglar mumkin. Shunaqa gaplar do'stlar. Agar qiziquvchilar bo'lsa bemalol bu o'yinni, agar kimdir qiziqmasa, o'ynamasa bemalol o'ynashinglar mumkin. Bunda tavsiya beraman. Haaland qochib ketishga urinyapti va bilmasdan bolalar pastni bosib olibman. Shunga qarshi o'xshamay qoldi vallahi. Xullas Haaland yiqitdi deb hisoblayapti. Do'stlar, sizga aytib o'taman. Misol uchun Dream League Soccer'dachi 2025-versiyasida bilsanglar penalti kamdan kam berilardi. Bu o'yinda men o'ynadim, penalti ko'p berilyapti do'stlar. Juda raqib jamoaga ko'proq penalti berishyapti. Shunaqa gaplarda bola. Ko'p o'ynasanglar mana shunaqa da'vatdi qarshi. Ko'p penalti beryapti raqib jamoaga. Xullas Saliba o'tdi va Salahga pas beryapti. Salah esa Haaland qochib ketishga urinyapti va qochib ketdi ham. Sekin ko'ramiz va Haaland zarba va qaytardi. Sekin Salah orqaga va zarbasi ko'ngildagidek chiqmadi va Valverde oldi va Valverde hozir Valverde'dan olib qo'yishdi va do'stlar ko'rib turibsizlar, Milan Nottingham 1-0 va buni ham ko'rsatdi. Bu ham yangilik 2025-versiyasida yo'q do'stlar. Shunaqa gaplar do'stlar. O'zgarish ko'p emas. Klans ham bor do'stlar. U haqida ma'lumotlarni topsanglar bo'ladi. Men ko'p yangiliklar bo'ladi deb o'yladim do'stlar. Unaqa ko'p yangilik yo'q ekan. Bitta yangilik bor-da. O'yinchilar rasmini qo'yishgan va ko'p o'yinchilarni do'stlar olib tashlashgan. Ya'ni do'stlar 2025 Shomurodov sotib olgan bo'lsanglar, agar 2026-Shomurodovni sotib olmaysizlar do'stlar. Shunaqa ko'p futbolchilar olib tashlangan bu versiyada. Shunaqa gaplar. Va sizlarga gap, Husanov qo'shib bor albatta. Husanov adashmasam 74-reytingli bu yerda. Shunaqa gaplar. Adashmasam Husanov 74. Shunaqa. Bemalol sotib olishinglar mumkin. 74 bu normal, sotib olsa bo'ladi menimcha o'zbek futbolchi uchun. Kuchaytirib, saksonlar qo'yishinglar mumkin. Albatta. Va do'stlar, shtanga bor, Real Madriddan shtanga tekkizib oldi va
Biza sekin olib qo'ydik do'stlar. Вообще qo'yar zarba berishyapti hali. Emas. Aytganimdek do'stlar, qiyin juda ham. O'zinglar o'ynab ko'ringlar. Do'stlar, men o'ynayotgan payt hali yangilanish kelmaganda, agar sizlarga agar qanaqa yangilayman desanglar deydiganlar bo'lsa, hali yangilanish kelmagan bo'lsa, bir ikkitalarga VPN tortasizlar va Bulgariya davlatini tortib VPNdan yangilab olishingiz mumkin bemalol do'stlar. Yangilab olasizlar va lekin bizda bitta gap, yangilanish ham juda qiyin. Вообще qiynalib ketasizlar do'stlar. O'shanga shunaqa gaplar. Ko'rib turibsizlar, ko'p narsalar o'zgarib ketmagan. Bir ikkita narsalar o'zgarish bor, lekin o'yin davomida stadionlar do'stlar, stadionlar ham yaxshi taraflar bo'lgan va bizda Haaland 2-0 do'stlar. Erling Braut Haaland hisobni yanada tepaga olib chiqdi va sekin 83-minut va himoyaga ochish kerak. Himoya do'stlar endi bu yog'i. Xo'p, Evertonga qarshi bilasizlar, Everton o'rtacha klub va ular bizga gol urib ketishdi, короче. Do'stlar, shunaqa Dembele shotdi. Uramiz vallahi, gol uramiz yoki himoya do'stlar. Himoya menimcha yaxshiroq deb o'ylayman. Chunki goldan ko'ra himoya normalroq bizga. Ko'ramiz. Menimcha himoya yo'q. Ha do'stlar. O'yinimiz tugadi 2-1. Biz yutdik, endi sekin ikkinchi o'yin ham o'ynaymiz degan umiddaman do'stlar. Sekin Klans do'stlar, ko'rib turibsizlar, aytganimdek yana shunaqa gaplar. Endi vallahi shunaqa Real Madrid bilan o'ynaymiz vallahi. Ya'ni sizlarga aytib o'taman, Real Madrid kuchli emas ekan vallahi bu yerda. Reyting pasagan o'yinchilarni shunaqa gaplar. Reyting pas. Bu yerda Mbappe va boshqa futbolchilar yo'q ekan. Xo'p do'stlar, eski futbolchilarga qaytamiz. Eski futbolchilardan bu yerda Rivaldo bor. Bilasizlar, Rivaldo juda ham kuchli o'ynaydigan hujumchilardan biri. Elvada o'ynaydi. Rivaldo bor do'stlar. Rivaldo ham endi normalniy do'stlar reyting Rivaldoni sotib olish kerak do'stlar. Xullas, men ovozini chiqarib qo'ydim vallahi. Dilishcha ovoz chiqyapti. Bemalol endi paslarni ham eshitsanglar mumkin. Xo'p do'stlar, agar shu video yaxshi prosmotrlar olib, yaxshi bo'lsa, men yana zo'r videolar chiqaraman do'stlar. Ko'ramiz. O'zi Minecraft video hech kimda xohish bo'lmayapti vallahi. Hech kim chiqargisi kelmayapti. O'shanga boshqa o'yinlarda video chiqib turibdi do'stlar. Minecraft video ham chiqaramiz, lekin hozir emas. O'shanga gaplar. Lekin Minecraft video ham chiqadi vallahi. Xo'p, bizda 20-daqiqa hali shot 0-0 hisob. Haaland ko'p to'pni o'ziga oldi va sekin yugurib ketyapti. Va zarba yo'llasa kerak menimcha, yo'lladi va darvozabon do'stlar. Darvozabon lekin voy yani ekan vallahi. Короче, yo'llab qo'yuvdi. Plus Militao'ni ko'p to'pga olishdi va bizankilar pressingga borishadi albatta va pressingga borib ko'p to'pga olib qo'yishdi va sekin Haalandlardan kutamiz dedik va pressingga olib qo'ydik to'pni va Haaland chaldi. Haalandimiz vallahi travma oldi. Endi travmasi qachongacha ekan bilmaymiz hozir. Ko'ramiz vallahi. Hozir zamin qilishadi menimcha Haalandni. Haaland endi hozir bir chiqsa kerak vallahi. Hozir zarba va gol do'stlar. Haaland вообще hisobni 1-0 qildi vallahi travmasi bilan.
ko'rasizlarmi bolalar? Haaland bu o'yinda ham gol urdi vallahi gap yo'q lekin bola baribir jarohat oldi Haaland bizada. O'shanga Dembele tushdi va birinchi taymimiz ham tugadi. Ikkinchi taymga o'tamiz. Hop, ikkinchi taymda bizga Real Madridga Kamavinga kiritdi. Bu taraf hop. Bizada Guardiola hammalari bor. Endi menimcha himoyada yotib ozgincha hujumga chiqqanimiz ham ma'qul do'stlar. Chunki baribir Real ja kuchli bo'lmasa ham o'yinda ko'rasizlar o'zinglar ham o'ynab ko'ringlar, chunki raqib jamoani kuchli qilib yuborishgan juda ham. Do'stlar, misol uchun men pressingga boraman desam, hujumchim hozir ko'raylik mana shuni. Qaytaramiz, yaxshi. Qaytaramiz, yaxshi. Hujumchim do'stlar, hujumchim. Ana bo'tdi bor-ku. Do'stlar, meni hujumchim ana himoyaga boryapti do'stlar, qanaqasi bu? Misol uchun ko'p to'pni olish uchun himoyaga hujumchi bormasa kerak do'stlar. Hop, kuzatamiz hujumni. Endi Real Madridchilar biza qaytarib olishimiz kerak derdim, lekin Massantoni gol urib ketdi bolalar bizga. Endi shot qiyin. Saka tushdi Salah o'rniga. Hop do'stlar, endi tezroq bilan gol kiritishimiz kerak do'stlar. Dembele ko'pda qoldirib qo'ydi. Pressingga boramiz baribir. Vinicius Dembelega va darvozabonga yetib keldi bu to'p. Hop. Gonzales вороtada что? Bo'ldi? G'alati-yu. Hop, menimcha bu offside degan. Hop, endi menimcha yana zamin qilamiz. Qilmaymizmi? Hop. Sizga Bellinghamda to'p va Vinicius Dembele zarba yo'llab ko'rdi va yaxshi zarba bolalar, yomon emas. Gol urib qo'yish ehtimoli bor edi, lekin hop, ko'p pressingga borishimiz kerak. Declan Rice aniq qildi. Dembele zarba yo'lladi va darvozabon qaytardi bolalar, gap yo'q. Hop do'stlar, Martinez va zarba Declan Rice do'stlar 2-1 qildi hisobni. Martinezdan assist do'stlar, Declan Rice, gap yo'q. Golni qaranglar do'stlar, gollar dahshatu. Do'stlar, hop. Endi himoyaga borib turishimiz kerak, chunki ular hujum qiladi. Biz pressing himoyada turishimiz kerak. Hop, Guardiola do'stlar, yana bitta gap. Guardiolani siba qilib qo'yishibdi. Ya'ni bilsanglar Elbada o'ynaydi. Siba qilib qo'yishibdi. Ya'ni himoyachi, markaziy himoyachi qilib qo'yishibdi bolalar. Va o'yinimiz tugadi. 2-1 g'alaba qozondik. Martinez eng zo'r o'yinchi bo'libdi bolalar. Shunaqa gaplar. 2-1 ko'rib turibsizlar, 7-6 va yaxshi ularning darvozaboni. Continuous hop. Real Madrid yaxshi do'stlar. Xullas do'stlar, mana o'zinglar safim ko'ra olinglar. Narmanni xullas bu yoqda Donnarumma bor. Pauza qilib ko'ra olinglar. Narman sastav. Do'stlar, agar video yoqqan bo'lsa, like bosinglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar va keyingi videolarda qanaqa video chiqsin kommentariy yozib yuboringlar. Hammaga xayr do'stlar.